Assalomu alaykum, hurmatli televizor Dünya Uyghur qurultayyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər пируграммасына xoş keldinglar. Mən Hidayat Musajan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Dünya Uyghur qurultayının başlamçılığında Şərqi Türkistan təşkilatları həmkarlıq munbiri tərkibidəki təşkilatlar 25 dekabr günü Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo əpəndiga birləşmə imzalıq məktub yollab, Amerika hökumətindən Xitayning Uyğurlarga yürgüzüyotgan jinoiy qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb tonishni talab qildi. Dunyodagi 20dan ortiq davlatda faoliyat elib berayotgan 70dan ortiq Uyghur tashkilotining bu o'rtaq maktubi dal Amerika Tashqi ishlar ministrligidan mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata yurgizayotgan bostirish siyosatlarining xarakterini irqiy qirg'inchilik deb bekitish masalasi jiddiy muzokara qilinayotgan paytga to'g'ri keldi. Amerika Tashqi siyosat jurnalining xabar qilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yaqinda qo'l ostidagilarga bu masala haqida maxsus tekshirish elib berish va Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qilmishlarining xarakterini tez suratda bekitib chiqish haqida buyruq tushirgan bo'lib, Amerika yer shari jinoiy ishlar adliya ishxonasining mas'ullari, Amerika Tashqi ishlar ministrligining qonuniy maslahatchilari, istixborot amaldorlari va Sharqi Osiyo ishlariga mas'ul xodimlari bu vaqtda maxsus tekshirish elib berishga mas'ul qilingan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning maslahatchisi Milasiyo apandimning va Amerikaning ba'zi yuqori darajalik amaldorlarining muxbirlarga bildirishicha, bu vaqtdagi tekshirib aniqlash xizmatlari oxirgi bosqichga kirgan bo'lib, Amerika Tashqi ishlar ministrligining kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata yurgizayotgan bostirish siyosatlarining xarakterini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb tonish haqida qaror elish va bu qarorini Amerikada hokimiyat olmishidigan 2021 yili 1-oyning 20 kunidan burun butun dunyoga jakarlash ehtimolligi nihoyatda yuqori ekan. Dünya Uyghur qurultiyining başlamçılığında Şərqi Türkistan təşkilatları həmkarlıq munbiridəki təşkilatlarının namıda yollanğan yuqarı birləşmə imzalıq məktubda Donald Trump hökumətinin Uyğurlar məsələsində hazırgacha köstüb gələn zor tirişçanlığına və bu vaxtda alğan cəsur qararlarına bütün Şərqi Türkistan xalqı namıdan çəksiz minnətdarlıq bildiriş bilan birgə müstəbid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyğurlarni asos qilgan Şərqi Türkistan xalqiga qarata insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligining ko'plagan xalqaroliq organlar, mustaqil tadqiqotchilarning e'lon qilgan tekshirish dokladlari va shohidlarning bergan guvohliklari orqali to'liq dalillab chiqilganligi, bo'libmi keyingi 4 yil ichida Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarining yuqori pallaga chiqqanligi, 3 million Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning jazo lagerlariga qamalganligi, Uyg'urlarning majburiy emgakka selinayotganligi, Uyg'urlarning madaniy meroslarining va ibodat o'rinlarining tubdan vayronchilikka uchirtilganligi, Uyg'urlarning ona tili cheklanib, muqaddas islom dini xitoylashtirilganligi, balalarning ota-onalaridan majburiy ayirib etilganligi, Uyg'urlarning yuqori besimliq nazorat sistemasi orqali qattiq ta'qib ostiga ilinganligi ta'kidlab o'tildi va Xitoyning bu xil qilmishlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy ayirmachilikning oldini olish xalqaroliq ahdnomasining butun moddalariga og'ir darajada xilof ekanligi eskartildi. Yuqorqi maktubda yana Kanada parlamenti kishilik huquq komitetining bu yil 10-oyda ko'plagan dalil isbotlarga tayanib turib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik ekanligini e'tirof qilib maxsus qaror qabul qilganligi va Amerika Kengash palatasining ba'zi a'zolarining bu vaqtda taklif loyihasi sunganligi eskartilib, Amerika Tashqi ishlar ministrligining bularni o'rnak olib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb tonish haqida qaror elishini va buningda bevosita javobgarligi bo'lgan Xitoy amaldorlariga qarshi texmo kuchli jazolash va cheklash tadbirlarini yo'lga qo'yishini butun Sharq Turkiston xalqining taqozolik bilan kutayotganligi bayon qilindi. Kuzatuvchilarning qarashicha yaqinqi mezgillardan buyon Xitoyga qarshi orqa-orqadan qattiq jazolash tadbirlarini e'lon qilayotgan Donald Trump hukumatining Amerikada hokimiyat olmishidan burun kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata yurgizayotgan bostirish siyosatlarining xarakterini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish orqali Xitoyga oxirgi qitim yana bir ajallik zarba berdiganligini, bo'libmi Uyg'urlar masalasida intayin sezgir bo'lgan Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandining bundoq bir fursatni aslo qo'ldan bermaydiganligini mo'ljallamoqda. Amerika prezidentlik saylimi mezgilida yangi prezident Joe Biden apandining saylam ishxonasi Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirish siyosatlarini irqiy qirg'inchilik deb atagan. Bu xil talaffuz Amerika parlamentidagi Cumhuriyetçi va Demokrat parlament a'zolari tarafidan ko'p qitim tilga ilingan edi. Türkiye bilan Xitoy o'rtasida 2017 yili 5-oyning 13-kuni Beyjingda imzolangan 22 moddalik jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimining 25 dekabr kuni Xitoy Xalq qurultayyi doimiy komiteti tarafidan rasmiy ma'qullanganligining e'lon qilinishi va bu kelishimning Turkiya parlamentining ma'qullanishiga sunilishi muhojiratdiki, bo'libmi Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar orasida intayin zo'r andisha qo'zg'adi.
Fransiya axborot agentligining bu vaqtda bergan xabarda bu kelishimda Xitoy hokimiyatining Turkiyada yashayotgan atalmış terrorist Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib kelishni tezlatishni maqsad qilganligi bayon qilindi. Bu munosabat bilan shu kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rishit apandi Fransiya axborot agentligiga qilgan so'zida Turkiya bilan Xitoy o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimining Xitoy xalq qurultiyi doimiy komiteti tomonidan rasmiy ma'qullanganligining Xitoyning zulmidan qochib Turkiyaga yerlashgan va Xitoy pasporti bilan turayotgan Uyg'urlar orasida kuchlik andisha paydo qilayotganligini Xitoy hukumatining bo'lsa mazkur kelishimning Turkiya parlamenti tarafidan ma'qullanishini qo'lga keltirish uchun Turkiya hukumatiga qaratgan siyosiy va iqtisodiy besimini oshirib kelayotganligini ta'kidlash bilan birga biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan Turkiya hukumatini Xitoyning bu kelishimdan Uyg'urlarga zulm silish quroli sifatida foydalanib ketishiga yo'l qo'ymaslikka chaqiramiz deb ko'rsatdi. Gerçi 22 moddalik bu kelishimda agar jinoyat sodir qiluvchi shaxs o'zi turayotgan davlatning garajdoni bo'lsa, siyosiy jinoyatchi yoki siyosiy sababdan panohlik tilagan shaxs bo'lsa qaytarilmaydiganligi ta'kidlangan bo'lsa-mu, ammo siyosiy kuzatuvchilarning qarshi tuhmatga to'lgan yolg'on dalil isbot hozirlab chiqish bo'lsa Xitoyning boshdan oxir qo'llanib kelgan razil vositalarining biri bo'lib, masalan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa, Uyg'ur jamoat arbobi Abduqodir Yapchan qatorliq chet eldagi ko'plagan Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarni dunyoga terrorist deb e'lon qilib, xalqaro soqchi tashkiloti tomonidan ularning ustidan qizil ranglik tutish buyrug'i chiqarilishida sungan atalmış dalil isbotlari bo'lsa butunlay tuhmatga, yolg'onga tayangan bo'lib, Xitoy hokimiyati bu xil pastkashlarcha usulga tayinib xeyli ko'plagan Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarimizning erkin sayohat qilish va xalqaroda erkin harakat ilib berishiga to'salg'ulik qilib kelgan. Yana bu razil vositadan foydalanib Tayland, Misr, Pokiston, Turkiya qatorliq xeyli ko'plagan ellardagi Uyg'ur qochqinlarni Xitoyga qaytarib ketgan va ular Xitoyda izdiraksiz g'oyib bo'lgan edi. Turkiya bilan Xitoy o'rtasida 2017 yili 5-oyning 13-kuni Beyjingda imzolangan 22 moddalik jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi 2019 yili Turkiya parlamentiga sunilgan bo'lib, navbatda bu vaqtdagi qonun taklifi Turkiya parlamenti qonun komitetida muzokara qilinmoqda. Gerçi Türkiye'deki öktüçü partiyalar bu qonun loyihasining ma'qullanishiga butun kuchi bilan qarshi turadiganligini bildirishgan bo'lsa-mu, ammo ayni chog'da bu kelishimga imzo qo'ygan iqtidordagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi va bu partiyani qo'llab kelayotgan Turkiya Millatchi harakat partiyasiga mansub parlament a'zolari Turkiya parlamentida ko'p sonliqni tashkil qilmoqda. Bumi Turkiyadagi siyosiy faoliyatchilarimizni andishiga selayotgan nuqtalarning biri bo'lib, Turkiya hukumatining Xitoyning siyosiy va iqtisodiy besimlariga yana qanchalik vaqt bardoshlik bera oladiganligi noma'lum. Bir qancha kundan buyon bu masala Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlik hay'atida jiddiy muzokaraga qo'yildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'zining barliq xalqaro munosabatlarini ishga silib va Turkiyadagi o'qituvchi partiyalarni va yerlik ommaviy tashkilotlarni safarbarlikka keltirib, yuqorqi kelishimning Turkiya parlamentidan ma'qullikdan o'tishining oldini olishga hozirlanmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komiteti 26 dekabr kuni o'zining 2020-yillik oxirgi yig'inini chaqirib, qurultayning bu yil dunyo siyosiy sahnalarida elib borgan faoliyatlarini ko'zdan kechirib chiqish bilan birga 2021-yili elib beriladigan nuqtali xizmatlar haqida yangi o'rinlashtirish elib bordi. Xitoy virusi sababidan tor orqali o'tkazilgan bu qitimqi xulosa yig'inida so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim, vatan ichi va sirtidagi butun Sharq Turkiston xalqining yangi yilini qutlug'lash bilan birga, vatan ichida jiddiy irqiy qirg'inchilikka duchor bo'layotgan, jazo lagerlarida, turmalarda, majburiy emgak maydonlarida jon talashayotgan xalqimizga Allohdan esenlik tiladi. Dolqun Aysa apandi so'zda 2020-yilining Uyg'ur milliy mustaqillik harakati uchun intayin jafoliq va sharafli bir yil bo'lganligini, muhojiratda elib berilayotgan milliy harakatimiz tarixidagi eng zo'r hodisalarning 2020-yili jarayon qilganligini, Amerikada Uyg'ur kishilik huquq qonunining chiqqanligini, Sharq Turkistonda jinoiy javobgarligi bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolash, Xitoyning Uyg'urlarni bostirish harakatlariga sherik bo'lgan Xitoy va chet el shirkatlariga embargo qo'yish, Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishidan kelgan mahsulotlarni cheklash qatorliq ko'plagan jihatlarda maxsus qarorlar qabul qilinganligini, yana Amerika parlamentida Uyg'urlarga qaratilgan majburiy emgakka qarshi 2 qonun loyihasining muzokaraga qo'yilganligini, Kanada parlamenti kishilik huquq komitetining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy irqiy qirg'inchilik deb qabul qilganligini, texi yaqinda Yevropa parlamentining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak tuzimiga qarshi turish va Uyg'urlarni bostirishda mas'uliyati bor Xitoy amaldorlari va Xitoy shirkatlariga qarata jazo va embargo qo'yish haqida maxsus qaror qabul qilganligini, Uyg'urlar masalasining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jazo lagerlari va majburiy emgak tuzimining 2020-yili Angliya, Fransiya, Germaniya, Avstraliya qatorliq ko'plagan g'arb ellarining parlamentlarining asosliq muzokara temalarining biriga aylanganligini,
Birleşken Devletler Teşkilatı ve başka xalqaro munbarlardami Uyg'urlar masalasining qiziq temalarga aylanganligini va bu orqali Xitoyga qarshi kuchli xalqaro besim shakllanganligini eslatib o'tdi. Dolqun Aysa Efendi sözde yana vatan ichida yo'qolib ketish xavfiga duch kelayotgan xalqimizni qutqizish va ularning azobini yengillatish uchun muhojiratdagi butun tashkilotlarimizning va fidokor xalqimizning 2021-yili yana hozirgidek zo'r g'ayrat ko'rsatib, Xitoyga bo'lgan xalqaro besimni yuqori pallaga ko'tarish uchun millat sifatida o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishi lozimligini ta'kidladi. Dolqun Aysa Efendi sözde yana 2020-yili qurilgan Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirining va Angliyada tasdiqlangan Uyg'ur sud kollegiyasining ahamiyatini ta'kidlash bilan birga, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan zamin ekanligini xalqaro jamoatchilikka to'liq e'tirof qildirish. Londonda qurilgan xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining sotlash va hukm chiqarish xizmatlarining muvaffaqiyatli oxirlashishini qo'lga keltirish. Uyg'urlar masalasining islom allaridagi ta'sirchanligini yanada oshirish. Beijing qishliq olimpik yig'inining boyqut qilinishini qo'lga keltirish va g'arb davlatlarining parlamentlarida Uyg'ur majburiy amgikiga qarshi maxsus qonunlarning yanada ko'p qabul qilinishini qo'lga keltirish qatorliq masalalarning Dunyo Uyg'ur qurultiyining 2021-yillik asosli xizmat nishonlari ekanligini bayon qildi. Yig'inda yana aslida bu yil 11-oyda etish plan qilingan, afsuski Xitoy virusi sababidan kechiktirilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining 7-navbatlik umumiy vakillar qurultiyi va saylimini 2021-yilining o'ttirlarida muvaffaqiyatli chaqirish haqida o'rtaq qaror qabul qilindi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq muavin raisi, Türkiye Qaysaridagi Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining raisi Said Tumturk apandim 25 dekabr kuni Istanbul Chag'layan sud mahkamasining oldida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, o'zining butun Sharq Turkiston xalqi nomidan Turkiyadagi Vatan partiyasining raisi Doğu Perinçek ustidan tuhmat va haqorat da'vosi ochganligini e'lon qildi. Turkiyadagi ashaddiy Xitoyparast va kommunistparast tashqal. Kommunist Xitoy hokimiyatining Turkiyadagi eng asosli qo'llovchilarining biri hisoblangan Doğu Perinçek yaqinda Turkiyaning bir televiziya programmasida qilgan so'zida Sharq Turkistonliklarni terrorist deb atagan va atalmish Uyg'ur terroristlarning Suriyada Turkiya askarlariga qarshi o'q chiqarganligini bayon qilgan. Uning bu joylashlari programma riyosatchisining va programmaga qatnashgan boshqa mehmonlarning qattiq noroziligiga uchragan edi. Said Tumturk apandi axborot e'lon qilish va arznoma sunish murosimida qilgan so'zida Xitoyning Turkiyadagi zuvoni va oqlug'uvchisi bo'lgan Doshqal kommunist Doğu Perinçekning yuqorqi so'zlariga qarta Sharq Turkiston xalqi nomidan da'vo ochganligini bildirdi. Mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan zulm siyosatlarini boshdan oxiri qo'llab kelgan, o'zi raislik qilayotgan Vatan partiyasining oydinlik geziti qatorliq butun tashviqot vositalarida Uyg'ur milliy harakatiga va Uyg'ur siyosiy faoliyatchilariga qarshi tinimsiz ta'tir tashviqot yurgizib kelayotgan Doğu Perinçek bo'lsa, muhojiratdagi qarindoshlarimizning va Turkiya xalqining qattiq la'natiga uchrab kelgan shaxslarning biri bo'lib, 1942-yili tug'ilgan Doğu Perinçek 1960-yili kommunist ideologiyani qabul qilgan va Turkiya ishchi dehqon partiyasini qurib, kommunist Xitoy hokimiyati bilan eg'iz burun yolishib kelgan edi. Hozirgacha Doğu Perinçek qonunsiz tashkilot qurish, Turkiya armiyasini hukumatlarga qarshi harbiy o'zgarish qilishga quturtish, terrorist tashkilot qurish, terroristlar bilan hamkorlashish, Turkiya Cumhuriyetining maxfiyatliklarini o'g'irlash va oshkorlash qatorliq sanoqsiz jinoyatlar bilan ko'p qitim turmaga tashlangan. Hatto u ayni chog'da Suriyaning Beka vodisiga paypaslab berib, ikki qo'li Turkiya xalqining qini bilan bo'yalgan terroristlarning kattibishi Abdullah Öcalan bilan bevosita ko'rishgan. Bu sababdan Turkiya xalqining qattiq nafratini qo'zg'agan edi. Asli tabiati o'zgarmaydigan bu sodiq kommunist Xitoyni samonliqning yo'li qilib olgan bo'lib, Uyg'ur milliy harakatiga hujum qilish, qorlashni va kommunist Xitoy hokimiyatini maqtab ko'kka ko'tarishni o'zi uchun sharafli bir vazifa qilib olgan bo'lib, hozirgacha uning boshqarishidagi matbuotlarda tuhmatga uchirmagan birmi Uyg'ur siyosiy faoliyatchisi yo'q. Texi o'tgandila Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh taftishi Oblekim Idris bilan uning xonimi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Ravshan Abbos xonim Turkiyani ziyorat qilganda, Doğu Perinçekning boshqarishidagi oydinlik geziti ularga qarshi haqorat va tuhmatlarni yog'dirib, ularni Amerikaning josuslari deb ayblagan. Bu sababdan Oblekim Idris va Ravshan xonim maxsus bayonot e'lon qilib, Doğu Perinçekning tuhmatlariga qattiq raddiya qaytargan edi. Doğu Perinçek yaqinda Turkiyaning bir televiziya programmasida qilgan so'zida Sharq Turkistonliklarni terrorist deb atagandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyining kotibi doktor Erkin Ahmad apandim Turkiyadagi DUQ televiziyasining maxsus bu vaqtda o'tkazgan naq maydon suhbatiga qatnashib, Doğu Perinçekning hozirga qadar Uyg'ur masalasi haqida to'qib chiqqan butun yolg'on yovdoq so'zlariga va Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarini oqlashiga qarta nihoyatda atrofliq dalil isbotlar bilan raddiya qaytargan va Doğu Perinçekni haqiqatni va faktlarni ko'simi qasdan ko'rmaslik silib oladigan tuhmatxo'r yolg'onchi deb ko'rsatgan edi.
Hörmətli televizor köýçüler, dünyadaki 20 yaqın dövlətdə aktiv fəaliyyət elib beriyotgan 70-dən artıq Uyğur təşkilatının qoşuluşı bilan şəkillənən Şərqi Türkistan təşkilatları həmkarlıq munbirining oldin qitimliq yığınında Dünya Uyğur qurultiyinin rəisi Dolqun Aysa əfəndimning təklifi və məzkur munbirdəki təşkilat rəhbərlərinin birdək maqulluğu bilan Londonda qurulğan Xalqaro Uyğur Sud kollegiyasiga dəlil isbat toplash komissiyasını qurub çıxılğan bolub, bu komissiyonga Mərkəzi Norvegiyadagi Uyğur Ədliyyə Arxiv Ambirining direktori və Norvegiyadagi Uyğur komitetining rəisi Baxtiyar Ömer əfəndim məsul bolğan idi. Bu komissiyon qurulğan gündən etibarən muhaciratdagi Uyğur qarindoshlarimiz orasida dalil isbot toplash safarbarligi boshlatdi. Tövəndə diqqətinizlər Baxtiyar Ömer əfəndimning bu vaqtda qilgan safarbarlik nutqida bo'lsin. Bir haftaning oldida ochilgan Sharqi Turkiston tashkilotlar munbiri yig'inida natsiz Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarata Angliya tasdiqlangan Uyg'ur sotiga dalil isbotlarni ta'minlash xizmatini Uyg'ur Adliya Arxiv Ambiri, Dünya Uyghur qurultiyyi ve Şarkı Türkistan teşkilatlar munbirining birdek qarori bilan ustimizga oldik. Biz bu xizmatda nihoyatda sharaf his qilamiz va butun kuchimiz bilan bu xizmatni dal vaqtida yaxshi o'rinlashga tirishimiz. Shuning bilan birga butun dunyodagi barliq tashkilotlar va shaxslarning biz bilan zich hamkorlashib, bizningki bu sud mahkamasiga dalil isbotlarni vaqtida topshirishimizga yordam qilishini samimiy umid qilamiz. Hazır nurgun təşkilat və şəxslərdə kişilərin hər xil guvohliklari və bu qırğınçılıqqa münasibətlik bəzi materiallar var. Uyğur Ədliyyə Arxiv Ambirining qurilishi dal mushu isbotlarni toplash, arxivlashtirish və mushundaq lozim bo'lgan vaqtlarda dal vaqtida mukammal bir material sifatida bu o'rinlarga topshirish. Albatta, nurgun şəxs və təşkilatlar qo'lda bor bo'lgan isbotlarni, shundaqla guvohliklarni bevosita mushu sud mahkamasining to'r betiga yo'llab bersin bo'ldi. Lekin bu ayrim avatilgan materiallarni turlarga ayirib, Uyg'urcha bo'lsa inglizcha tarjim qilib, hozir oldinburun bor bo'lgan 300 ming batdan ortiq material qo'shib ko'rib bilishning o'zi va g'oyat cho'ng bir xizmat hamda. Shu sababdan nurg'un muhim guvohliklar tushib qolishi, qo'shilmay qolishi mumkin. Shunga barliq kuchimizni bir yerga to'plab, bir o'rinda bir xil shaklda sistemlik materiallarni ta'minlash mushu sud xizmatininki balki 50% g'albisi deyishki bo'ldi. Buningdan boshqa Amerika Uyg'ur akademiyasi maxsus guruh tashkillab barliq materiallarni inglizchaga tarjim qilinishiga yordam beryapti va bu xizmatlar oldinburun boshlanib tarjim qilingan materiallar bizga yo'llanyapti. Shunga bu yaxshi fursatni tutib barliq qarindoshlarning, shundaqli tashkilotlarning bu xizmatga jiddiy ko'ngil bo'lishini va qo'llashini, o'zida bor bo'lgan materiallarni bizga yo'llab berishni, shundaqla texnicha hozirgacha guvohlik bermagan va urug' tuqqanlarning uchurlarini arxivlashtirmagan kishilarning o'zimizning erkinligi va mustaqilligiga bevosita munosabatlik bo'lgan bu jiddiy xizmatga sal qarmasligini, lagerlar bilan, turmalar bilan munosabatlik birinchi qo'l guvohchilarniki hozirgacha bir qismining guvohlik bermaganligini bilamiz. Bularning endi bo'lsin o'rnidan dast turishni jiddiy tavsiya qilamiz. Dalil isbot topshirish xizmatida o'zini oshkorlashni xohlamaydiganlarning kimligi va maxfiyatligi qonun bo'yicha qat'iy saqlanadi. Topshirilgan dalil isbotlik materiallar qonunsiz lagerlarga, turmalarga qamash, yo'qotib etish, o'ldirish, majburiy emgak silish, xo'rlash, mol-mulkni musodir qilish, ya'ni tortib olish, uy makonidan majburiy ko'chirish, Xitoy o'lkalariga yo'tkib etish, majburiy tug'mas qilib etish, tug'utni cheklash, majburiy Xitoyga yotliq qilish, bolalarni ota-onasidan ayirib etish, bolalar lagerlariga solashga o'xshash shunday irqiy qirg'inchilik munosabatlik har qanday bir material bo'lsa bo'ldi. Bu materiallarga hech qanday talab qo'yilmaydi. Lekin birdan bir shart saqt sarılışıp qalmaslik kerak. Bizde bu topshirilgan materiallar şu 3 haftaning ichida topshirilishi kerak. Lekin barliq materiallarning topshirish suriki şu 2021-yili 1-oygacha bo'ldi. Ya'ni bizniki 2 oydan ortiqroq vaqtimiz bor. Uzun vaqt emas, nihoyatda qisqa shu vaqtda o'zimizdagi barliq materiallarni bir sistemlik va mukammal shaklga kirgizib, har qaysilarining turlari bilan bu sud mahkamasiga topshirish nihoyat jiddiy va bir muqaddas vazifa. Shuning uchun bu xabarni ko'rgan va bu
xizmatdan xabardor bo'lgan barliq qarindoshlarimizniki biz bilan aloqalashishni, o'zida materiallarni bizga topshirishni va xizmatlarimizni qo'llab-quvvatlashni umid qilamiz. Aziz ko'rinmanlar, yuqorida Dünya Uyghur qurultayı tor televiziyasining күндىلىك xəvərlər proqrammasini diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq proqrammamızda görüşəyli. Görüşkiçə aman boğaysizlar. Xeyri xoş.